Sergeli Index bozori orqasida qurilgan Greenhouse 9 etajli baqotovning 6-etajda. Bir xona 2 xona qilib qo'yilgan 34 kvadrat. Arzon narxda kanalida 40.900 dollarga obzor qilib beramiz. Baqot qo'yilgan liftlari bitta podyezdda eng zo'r tarafi 3 ta xonadon bor. O'rtadagisi kirganimizda chap qo'lda shkaflar uchun joy qilib qo'yilgan, maydaroq bo'lsa ham, to'g'rida zal, oshxona va bolalar xonasi, bu yoqda hojatxona va bu yoqda sanuzel. Sanuzellari alohida. Shuni ishlatsangiz ham bo'ladi yoki oyna qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Bu tarafi 3 ga 5 razmerli kattakon zali. Televizor ostish uchun mana joylari ham tashlab ketilgan. Yaxshi boylardan ishlatilgan. Bu yoqda alohida hojatxonasi. Bu tarafda kuxnyasi bo'ladi, ya'ni oshxonasi, oshxona mebellari bo'ladi. Bu yerga qo'yiladi. Bu tarafda bolalar yotoqxonasi qilingan. Yosh oilalar uchun bu yerga двухквартирный kotel qo'yiladi, shkafchalar bilan yopib yuboriladi. Bu yoqqa 2 qavatli bo'lib, bolalar yotoqxonasi kravati tushadi. Mana bu tarafda parkovkalar uchun joylari bor, marketlar kelgan, odamlar ko'chib kirib yashab yotibdi. 9 etajli g'ishli domimiz. Kvartira faqat naqdga sotiladi, pastdan umrga aloqa chiqib urasizlar, hujjatlari joyida, kalt notarsning o'zida beriladi. Agar arendaga qo'ymoqchi bo'lsalar, sotib olgandan keyin kamida 300 dollarga arendaga bersa bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang, yaxshi arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lmayapsiz, obuna bo'ling.